Endi pila bor ekan, pila yaxshi ekan. Ishlashlari yaxshi, batareyasi 20 volt. Silklarka 5 volt ekan, 20 bu ham 20 нормально. Lekin bunisi yaxshi emas ekan, plastmassa ekan, plastmassalik yaxshi emas. Vatanlaydi. Kraska pulti. Kraska pulti o'zimiz oldiga ramzi. Bizda ham bor emas, yaxshi emas. Kraska pult tavsiya beringlar, lekin yaxshi firma deyishyapti. Resenta degan rossiyskiy yangi firma deyishyapti. По-моему, Xitoy bilan hamkorligida ishlab chiqarilgan firma tomonidan. Yaxshi bolgarkalar mana. Udobniy ekan-chi. Lekin ashash eski joyda. Bilgirovkasi yo'q ekan buni. Narxi 12 ming rublga. Yaxshi, shulpa o't. Shulpa o't emas bu. Gaykovod. Shunisi. Lekin hammasi bir xil standart 20 volt ekan, по-моему. Buni narxi 11 ming. Chutor narxi 8800. Yaxshi firma, hozircha yangi firma ekan, Resanta. Akkumulyatorning internet yaxshi. 5 yil garantiya beradi. Yana boshqa narsalarni ko'ramiz. Mana Makitalar, Makita. Mana bular endi yaxshi firma. Silklarga menga yoqadi, o'zimda ham bor Makita. Narxi ham 13 ming. Mana. Yer temir, lampalanish unchalik emas, lekin yerga pilisos qo'yib ishlatsa bo'ladi, ishlatishga ham qulay. Shunaqa instrumentlar kelibdi, yangi kelib qolibdi instrumentlar. Yangilari bor, silklar qiziqaman bu narsaga, chunki yaxshi, emas. Neolaser yaxshi. Rock filtrasi yana yangi firmasi. Resenta. Mana endi ko'rganmiz 12 ming. Buni ko'ringlar narxini. Buni ko'ringlar narxini. 13 ming. 1000 so'm, 1300 so'm qimmat. Nima degan narsa? Rublga. Shunaqa. Ketdimi aylanib